Assalomu alaykum yurtdoshlar. Vesta kir mashinani uzatamiz. 8,5 qilagacha. Sig'adigan tarafga ishlab qo'yamiz. Suv chiqmayapti, hozir ko'ramiz. Mana klapan agar kimniki ochilmasa klapani qotib yotgan bo'lsa, mana bunday truba ключ yo bo'lmasa razvodnoy ключ kerak bo'ladi. Mana shunday qilib ochasiz. Qo'lning kuchi yetmaydi uni ochmag'ada. Shuning uchun truba ключ ishlatasizlar. Mana trosi zanglagan ekan, trosini mayladim. Ochib ko'ramiz. Mana ichida ko'piraveribdi mana. Suvi turib yilgacha to'kilmaydi. Demak, nasosi tiqilgan, bir narsa tiqilib qolgan nasosini hozir ko'ramiz. Pastki qismini chechib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7. Yani shuruplarni yechgandan keyin ochiladi. Pastki qismi ochiladi. Keyin mana xohlasangiz mana 10 mmlik 10lik ключ bilan chechasiz yoki otyorka bilan chechasiz. Plyusovый, figurniy. Mana nasosi qanday ko'rinishda bo'lsa, shu ko'rinishda yechib olamiz. Mana 4 tane shurupni. Keyin yana shunday qilib joy-joyiga qo'yamiz. Boshqacha qilib qo'ysangiz, mestosi o'zgarib ketadi. Turish holati o'zgarib ketadi. Hozir yechib ko'ramiz. Mana yechib oldim, mana. Hozir ochib ko'ramiz. Suv ketmayapti deganda egasi. Kichkina noski. Shuning uchun e'tibor berib ishlatinglar. Supurib tashlaymiz, menga germetik surtamizda qotiramiz. Shu. Mana ko'rganingizdek germetik surtdim. Mana bunday germetik avtosil yaxshi qilib. Germetik surtmasangizlar suv chiqib ketadi. Mana shunday qo'yamiz joyiga. Mana shunday 4 ta shurubini qotiramiz.